电视机前的观众朋友们，你们好！你们正在收看的是由乌鲁木齐广播电视台与新疆博格拉文化传播有限公司联合制作的大型电视文艺节目《帕里迪欧丝绸之路之声》栏目，我是主持人李嘉德。Salam ekran aldidagi er millat ko'rman do'stlar. Kang to'ri ahli, shundaqla naq maydondagi yetakchi ustozlar. Ko'rayotganinglar Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan Şinjan Bug'ra madaniyat taqitish sherikti birlashib uyushtirgan Şinjan Pavideo sodichaklik sherikti tajdorligidagi cho'ng tipdagi televiziya universal san'at programmasi 5-qarar Pavideo Ipak Yo'li sadosi programmasi. Men riyosatchi Nijat Vali Yaqub. Çimelledin tanlap üzgen yalğızım Harap sana kanmayman Hergiz senden canmayman Sen muallimden birine tanlap e'lon qilsa. Men bu ko'nglimga fikib kelgandim. Mo'la Mamat ustoz. Ustozlarning moyilligi ham qoyilligi dal bugungi sahnadagi natija. Natijalar yana oldimizda. Keyingi bosqichlarda yana mushundaq natijalarning sizga yor bo'lishiga tilakdoshmiz. Yangi Nur guruhisidagi qadamlaringiz uzoqqa yetsin. Mehmetcan'ın aytgan bu naqshisi naq maydondagilarni hayajonga solganga o'xshash. Meningcha, ko'rurmanlarimizmi bu naqshni nihoyat yoqtirdi deb o'ylayman. Men keyingi paranglardan yana Mehmetcan'ning bir yaxshi naqsh bo'lib qolmasdan, yana bir nurg'un yaxshi ijodiyatlarni qilgan bir ijodiyatchi ekanligini bildim. Shunda bo'lganda biz Mehmetcan bilan mush programmaning keyingi bosqichlariga yaxshi tirishqach, bunundan keyingi shu naqshi bo'lsin, mayli ijodiyat bo'lsin, bu jihatlarda biz yaxshi bir shundaq el og'ina sirdosh bo'lib yaxshi o'tib ketamiz deb o'ylayman. Mehmetcanning bizning Yangi Nur guruhiga kirganligini chin dilimdan tabriklayman. Keskin tanlashlardan keyin ustozlar o'z guruhiga bir-biridan qobil mahirlarni tanlab oldi. Endi bu sonimizda kimlar qaysi ustozning guruhiga tanlanib kiralaydi? Yana qaysi mahirlarning qandoq go'zal kuylariga jo'r bo'lamiz? Diqqatinglar, Pavideo Ipak Yo'li sadosi programmasida bo'lsin. Qaynoq hissiyot, o'tliq nafaslar mujassamlangan Pavideo Ipak Yo'li sadosi programmasi davomlashyapti. Bir-biridan qobil mahirlarning naqshlariga jo'r bo'lib keldik. Biz har qaysi ustozlarning guruhiga tanlangan sarxillarni eslab o'taylik. Uygur kızı dalar Sayra şirin cahil Uyulayama, uyulayama Sana bulgan bak söygünü saklap ötermen Kayerdi bu kaçanlıken seni kütermen嗯，今天呢，来到咱们新疆丝绸之路之声的舞台上，我非常高兴，非常开心。希望能得到各位导师的
专业的指导和点评，真的是非常开心的。我特别喜欢上的那就是现在唱这个唱法，然后那个声音，我怎么说呢？我就是对你无话可说，我特别感动，你就是打动了我的心。看你最后的选择吧。我选择艾希古丽老师。好，祝贺。Mana bular izlash gruppasining har millat o't yurak navokashlari. Yana qaysi o't yurak naqsh shaydolarining maharatidan zoq olamiz? Diqqatinglar, Video Yipak yo'li sadosi programmamizning davomida bo'lsin. Adaş tirana jep yo'qshib qopti. Adaş men jep Videoning bir yurish kirim buyumlarini ishlatdim. Oshdan yaxshimika? Bek bezika. Adaş men birini akeldirib beraman, ishlatib boqay. Ma'qul, sen bir yurish sovuq qilaychi. Bo'ldi adaş. Tabiiylik va sofliqni asos qilib ishlangan kozor mahsulotlari har millat iste'molchilar tarafidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Xinjiang Video sodichaklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. Ekrandagi aziz ko'rmanlar, tabiiylik va sofliqni asos qilib ishlangan kozor mahsulotlari har millat iste'molchilar tarafidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Xinjiang Video sodichaklik shirkati programmamizning tojdorligini oldi. Bu programmamizni rayonimiz yangi taratquv sohasida ushqandak taraqqiy qilayotgan mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izlash aptitali alohida talab qilgan. Rayonimiz tavasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi g'olliq korxona Xinjiang Yashin tibbiy dorigarlik cheklik shirkati programmamiz bilan strategik hamkorlashdi. Bu programmamizni Beijing Toshqin xalqaro pay kontrol guruhi, Toshqin yurishlik sog'lomlik mahsulotlari va tartuq yurishlik kolalari alohida qo'lladi. Bu programmamizga Sertan Alga Chipasi qatorliq patentlik oliy mahsulotlar bilan olqishga erishgan Xinjiang Yengnur Biopantexnika cheklik shirkati yaqindan yordam bergan. Praqingda degan naqshni anglab baqsa qanday? Praqingda. 大家好，我叫阿布多扎耶尔阿布里米提，来自和田皮山县，今年20岁。Yaxshimisilar? Mening ismim Abduzoir Abdumet, Xotan viloyati Gumunaysidan keldim. Men kichigimdan tortib san'at oilasi cho'ng bo'lgan. Cho'nglarningki turkisida men san'atga bo'lgan o'tdek ishtiyoq bo'ldi. Bu vaqtimda Yipak yo'li sadosi qatnashimdagi sabab bo'lsa, ustozlardan yaxshi bo'lgan takliflarni elish. Bu vaqtimda Yipak yo'li sadosiga eng oxirgi nishonim bo'lsa, o'zimning eng go'zal, eng asl ovozlarimni ko'pchilik taqdim qilish ham bundan keyingi san'at hayotimni tixmi joriy qildirish. Oy osmonda chiroqdir, chiroyliqning siyohidir. Bizni qiynagan buncha chiroyliqning pirog'idir, chiroyliqning pirog'idir. Bizni qiynagan buncha chiroyliqning pirog'idir, chiroyliqning pirog'idir. Baharda sayrıgan kakkuk kilit bizdeydu Zeynep'ni. Baharda sayrıgan kakkuk kilit
izleydi Zeynep'ni. Başta küydürgen yardin, üzmek tesken gepni, üzmek tesken gepni. Başta küydürgen yardin, üzmek tesken gepni, üzmek tesken gepni. Uzun salgan dilik bulsam, yenip dursam çırağımda. Uzun salgan dilik bulsam, yenip dursam çırağımda. Köyüp bilsem nime arman, senin işki pırağımda, senin işki pırağımda. Köyüp bilsem nime arman, senin işki pırağımda, senin işki pırağımda. Senin işki pırağımda. Ekrem, haqiqatim saqlamlasam yüzüm yaman julgandek elchib ketib bardi. Qanday qilsam bo'lar? Muşun şıltpaqa, Peridionun yüz mazgı bemağı. Muşun da jüyse alam keyinde saqlanı evitse. Oşundan yaxshimikan? Yaxşı mısın ben şıltamdan? Undas akila. Tabiiylik va sofliqni asos qilib ishlangan kozor mahsulotlari har millat iste'molchilar tarafidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Xinjiang Pavideo savdo-chaklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. 这个选手很年轻，唱的还是挺到位，好像有点紧张一点而已。 Salam ustozlar, ham shunaqla ekran oldidagi aziz ko'rmanlar. Mening ismim Abduzoir Abdumat, Xotan viloyat gimnaziyasidan keldim. Afsus, qizchaq. O'qituvchilar bir ozroq bir ishga bo'raytib ekanmi, eshagi? Berib kelmizda sal kechikib qoldi. Qanday qilamiz endi bu ishni? Naqshini yomon chiroyli aytdim. Rahmat ustoz. Bu naqshini sen o'rgangil qanchalik bo'ldi? 1 yil bo'ldi. Mushini o'zda jiq odamlar bayadim aytdingmi? Aytdim. Qanday edi? Masalan, unda do'stlar bilan bir yer birga o'ltaga vaqtida. Og'inlaring bilan. İşte. Abla, mushu ma'lumlar hozir sal o'zi o'ylab qoldi naqshani. Yo, qisqa aytib qo'ydikmi ya biz naqshni? To'liq aytdik-a? To'liq. Men baya arqamızda qilib anglayotgan vaqtida men shu bir 28-30 yoshlardagi bir xil uzun yil mushu naqshi aytib mushu soat yurayotgan bolalarga qo'yilgan bir o'lcham bo'yicha qarab o'tirib ketibdimiz. Boshqa talab qo'ydingda? Mencha boshqa o'qituvchilarim cho'qinmish to'yg'ida. Chiqayotgan ovoz, men 20 yosh ovoz emas-ku. Xili chiqqan bir yigitniki ovozi deb o'yladim. Andaq bo'lganda ekan shu ba'zan bir hissiyat, ba'zi bir inchiki taraflarga ortiq talab qo'yib o'tirib qolibdim. Agar men 20 yoshdagi balig'ining yeshiga nisbatan bayqa aytgan naqshi ortiq. Shunga nayt afsus, hozir jiq gap qilsaqmi, baribir o'rilmadi. Bu ilhomni ijodiy olgango sen bilsa yaxshi. Dapaqa kimlarning naqshisi bu? Bu naqsha Ilhom Ahmedning, muzikasi Ilhom Ahmedning. Ha, shundaqa. Mushu naqshini men o ilhomni aytganimni anglagan, yana bir muncha bolalarning aytganimni anglagan. Bu sal ham melodiyasi chiroyli, ham o'rinlashqa bir oz qiyin keladigan naqsha. Mush bolaning yeshida bo'libmi-chu? Bu bugun bu nihoyatda obdan o'rinlayotdi. Men mayak qarab o'tgandan keyin buning kichikligini bilyapman. Shunga men o'z ayni baho qo'yib o'tdim. Mushu bolada bir umid bor. Mush bolani yetaklasak
yetaklanadigan bola. Buna ovozi teqi taltuks echilgan bolam emaski. Shunga men sana bir fursat bersam. Sen qanday? Rahmat ustoz. Ancha qo'shilmagan desam. Sen uchun men bir qidim fursat berma. Mushu 4 muallimga yarg'idek bo'lishing kerak. Hozir az qaptikamda alpoz qarasamcha muallimlar. Yana azroq kuch yutalgan bo'lsak o'rlatga. Shunga ashaga yetkicha tirishqin. Kelar qitimdagi musobaqaning jarayonida sen mushu 4 ustozning qaysidir birisiga yarashing kerak. Qanday yarashing kerak desa, mushlarning har birisida 16 dan o'quvchi bo'ldi kelgusida. 16 o'quvchining ichidagi qaysidir birisi bilan bir qatim musobaqa tushsa, shu bolani yengib olsang, o'zining bolasini tashib etib sinelib oldi. Uni yengamsan, kelar qatimda sen mendan ranjimaysa, ma'lumlardan ranjimaysa, qanday deysan mushunga? Bo'ldi. Menimcha ma balani bir azroq yetaklab qo'yishni. Sen Paridio gruppasiga qabul qilinding. Abduzoir Ablimit, naqshingizdan ham ovozingizdan hammamiz bahra oldik. Gerçi har xil sabablar bilan ustozlarning mayliqini qo'lga keltiradigan bo'lsangiz-mu, Abdulla Abdurim ustozning o'tkir ko'zlari sizdagi talantni bayqidi ham sizni o'z gruppasi Paridio gruppasiga tanlab oldi. Bu natijadan hammamiz rozi bo'ldik, ham suyundik. Keyingi bosqichlarda texnik yaxshi natijalarning sizga yor bo'lishini umid qilamiz. Bizning birinchi darajalik mukofotga erishgan mayirimizni Xinjiang Paridio Sodi cheklik sherikti 120 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. İkinci darajalik mukofotga erishgan mayirni Xinjiang Belikyar elektron fan texnika sherikti izlash aptitali 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Üçüncü darajalik mukofotga erishgan mayirimiz bo'lsa Xinjiang Yashing tibbiy dorigarlik cheklik sherikti 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. 4. darajalik mukofotga erishgan mayirimizni Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Albatta 5. bo'lgan mahirimizga mukofot buyurimiz bor. U bo'lsa 5. darajalik mukofotga erishgan mahirimizni Xinjiang Yingnur biofan texnika cheklik sherikti 10 ming yuan qiymatidagi oltin mikrofon bilan tartiqlaydi. Bizning bu mukofot buyumlarimizga erishmo ergiz oson emas. Shunlashqa mahirlarimizning mana shu katta imtiyozlarimizga erish uchun davomli tirishchilik ko'rsatishini, o'zining eng yaxshi holatini bu sahnada namoyon qilishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Tunji Qar. 大家好，我是美美体力湖泊，来自阿都市。Dostlar yaxshimsizlar? Mening ismim Mamtili G'upur, Atushdan keldim. Ipak yo'li sadasi programmasiga men birinchi qaror boshlangandan boshlab toki hozirgacha bir qatnash orzuyim bor edi, lekin ma'lum sabablar tufaylidan qatnasha olmagandim. Men bu qitim Ipak yo'li sadasi programmasi 5-qaror. Bu qitim qiyam musobaqaga o'zimningki alaylıkimdan paydalanib xalqimizga azroq bo'lsa ma'naviy zo'q bag'ishlay olsam, ham shuning bilan birga ustozlar men uchun o'rindiq aylantirib qolsa, ustozlardan bilim olish bilan birga ustozlar bilan birdek o'rtaq fikrda bo'lib, keyingi natijalarim uchun yaxshi tirishchilik ko'rsataman. Do'stlarning yoqtirib olishini ham ustozlarningki yaxshi taklif fikrlarni berishini umid qilaman. Rahmat. Karda uçrattım seni, ap-ak çimen üstüde taman. Tuncu karda uçrattım seni, ap-ak çimen üstüde taman. Yüreklerim soğuk sen üçün
ve lekin pervasız sen hamam. Yüreklerim soğuktu sen için ve lekin pervasız sen hamam. Hamroh kılıp gözlerimge yaş, qarab qoldim keyningdin uzaq. Hamroh kılıp gözlerimge yaş, qarab qoldim keyningdin uzaq. Suyup seni külüp bakmadın, yüreğim şatlıktın bak jırak. Suyup seni külüp bakmadım, yüreğim şatlıktın bak jırak. Yaş gülüş hatam mı seni, rast yüzünü etkin hakkını. Yaş gülüş hatam mı seni, rast yüzünü etkin hakkını. Hicranın bergin hatıma, visalın gayet yetküzgün sen meni. 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 Adaş özün yalnız neyim görüyorsa? İzdeştin kino görüyordum. Peyz kinola var mı ki? Peyz kinola deysen biz çıkan Perido İpek Yol Sadası mı şunun içinde var? Abla deymemiş de peyz neyse ben tüyeceğim kımamsa deyme. İzdeş de izdigine. Boldu daş rahmet ha. Rayonimiz yangi taratqu sahasida ushqandek taraqqiy qilayotgan, mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izdash aptitali mayirlarga omad tilaydi. 像这个流行歌曲很难唱啊，虽然很多人觉得流行歌曲很容易，可是呢，流行歌曲是很有感情的一些歌曲。 Ustozlar, yaxshimisizlar? Mening ismim Mamtili Qupur. O'zim Atushdan bo'laman. Shu naqsh musiqa kasbi bilan shug'ullanaman. Ma Mamtili Qupurning ovozi to'yg'idek. Mana ko'dinglarga gap qilayotgan ovozdagi naqshida taxi to'liq chiqmadi. Lekin mencha men demay, ma'lumlar desin. Men xili astoydil angladim. Abdulla akamning bu naqshining hamda
xilila təsdiki var naqşa. Bir naqşçının ahvalını xili to'liq aks ettirib beradigan naqşa. Men to'liq ishonch qilgandan keyin ondan aylandim, endi abletkammi aylanayotdi, lekin bu naqshni birini tanlab qo'ygan abletkammi. Mush naqshni o'zini to'g'ri. Bu mahirmi yaxshi aytdi. Baya Abdulla akam degandek keyin o'zini naqshidan keyingi tunishtirgan chaqdagi u ovoz sharoitiga nisbatan bu naqshida ovozni yana to'liq joriy qildirib ishlatib bo'lmagandek. Lekin ba'zi bir elish tegishlik bir yerlarni yomon chiroyli bir taraf qilib yaxshi ijro qildi. Bu mahir hech bir ustozning aylanmaslik sabab bilan chiqib ketishga bo'lmaydigan yaxshi naqsh ekan. Men seni shu tanlab aning keyindan agar meni tanlab qolsa, keyingi qadamlarga bildi mingima deb shundoq bostirib qara. Qolgan hamda tanlash o'zining ixtiyorligida. Go'shtigan ovozga Mavlan quvvati bor, kuchi bor. O'xshaydi go'shtirgan. Shundoq. Shunda bo'lganda ikki ustoz sen uchun o'rindiq aylanadigan kim nihoyatda yaxshi natija bu. Bizga mandaq qilpagina sen atishning naqshdan bir ikkimisini aytpagina mush bolalarni bir hayron bo'lib qo'yayman. Iltimoslaring bo'ldi. Üstən boyğa çıxsam Vay aşna can Sula süzünü Vay kaptı. Vay yaşa. En ahır tanlışın. İzləş tərcümanı dövlət ortaq dil yazığı öyrənishdəki ən önəmli detal. 200 mingdən artıq sözlük ambiri səpləngan. Əqli iqtidarlıq. İzləş kirgizgüç, qolaylıq və ko'p iqtidarlıq. Tərcümə iqtidari və çolpanlarning chiroy ifodasi qo'shilgan. Öz əcri bilan hayotiy kuchi urg'ib turgan. Davlatning yeşil yeməklik ijozatnomasiga erishgan. Her xil yosh qatlamidagilarning ichishiga mos keladigan, menga quvvatlash ichimliklarini ishlab chiqargan Yoshing Dorgarlik tibobat mahsulotlari zavodidan sovg'at. Yoshing badam yangoq meg'izi quvvat ichimliklari tabiatdagi soplik bilan quvvatning mujassimi. Yoshing badam yangoq quvvat ichimliklari. Taşkın demek vücudumga kuch quvvat. Taşkın derdi sağlamlıkımga medet. Coşkunluk ve işenç taşkından başlangıcı. Taşkın aksıl talqanları. Sertan algıç şipastisini bilemsiz. Sertan şipastisi Sayram Gölü'nün əvrişki elinğan Tianshan soğuk su algısıdın işlengen patent hukukuga ega. Men Mevlan Memtimin. Sertan algıç şipastisini her birinlağı tavsiye qilman. Sertan tishni chimitish uchundir. Her günü keç seher tang, kulumuzda var Sertan. Sertan soğuk su algıç pastisi.
Rayonimiz təvəsidə təbii içimlik işləp çıxırış sahasındakı qo'lluq karxana Şinjan Yaşın Tibbi Doğrugerlik Çekli Şirketi mayırlarga omad tilaydi. Hemen Mevlana Ustaz bilen Çıkan avazınızdan tuncu qar temisideki naqshini anglab, naqshidan burun his qilmagan yana bir nozuk tuyg'ularni his qildi. Kasbda pishib yetilish balkim shundoq bo'lsa kerak. Mevlana Ustaz bilan bo'lgan hamkorliklarda yanama o'zgacha tuyg'ularga jo'r bo'lishimizga ishonamiz. Men Mehmet Ali'nin tuncu qarnamlıq bu naqshdan nayt zoq aldım. Shunda deyaleyme, keyingi basqıçlarda men bu mayirimizning yaxshi natijalarga erishish uchun men cho'qim eng yaxshi yordamlarimni aymayman. Bu mayirimizning bizning Yangi Nur gruppasiga kelganligini qizg'in qarshi olaman. Oynayman küzende Mende günah yok sende Kimde kadar? Tazı oynayman küzende
Tazı oynayman küzemde Mende günah yok sende Tazı oynayman küzemde Salam. Abdullah Kan başçılığındaki yani 5. karar Peridio İpek Yolu Sadası programıdaki barcha men suydigan, üzem yaxshi ko'radigan eng aziz ustozlarim men davom gruppasi naqshchisi Abdusami Erkindan hammalarga o'tliq salom, ehtiromlar. Rahmat. Rahmat Abdusami. Abdusami o davomli qani? Davomli bugun Ferhatning tug'ilgan kuni bilan davom etadi. Seni vakil qildi. Vakil qo'yapti-da uni. Sen ishlagan yaxshi bo'ldi. Aslida hammaylar birga chiqatdik bugun bu ishlar bilan. Men o'zim birinchi qarar İpek Yolu Sadasi programmasiga qatnashgandan keyin Abdulla akamning guruhida yani naqshlarimizni aytib, anam chiroyli bir necha naqshlarimiz anglandi. 5-qararlik İpek Yolu Sadasi programmasida ancha-muncha ustozlarimizmi musobaqaning talabi bo'yicha ancha-muncha lirik naqshlarni jiq anglab, ancha-muncha kallas charchab, jiq tafakkurlar bo'ldi. Shunga ancha-muncha bir kayfiyatni ochiladigan maqsad bilan yana o'zimninki guruhdoshi G'ujumat Qurbon og'inamninki tekst muzikasi bilan mana tomosha degan bu naqshni sizlarning huzuringizga sizlarga salomim bildirgach keldim. Açtın kallamızda birden. Ma iş kısmı Taylan qilib olgandek o'ynab Manda ishlayapti sizlar. Oy, o'ynab qo'yamiz endi. Bu ling-lingchilar bunday deyapti. Bak güzel o'yindilar. Mavla ukam ishkan shundan boshlashdinglar. Bu Sami ukamni men bak yaxshi ko'raman. Biz mana shu bir o'stanning suyini g'op cho'nglar. Biz bir jutdan cho'nglarni bilan bilishimiz. Sami ukamni biz tunib hozirgacha izchil shu san'at jihatda tug'ma talant bo'lishdan boshqa ota-onasininki qo'llashi, rag'bat berishi, sharoit yaratib berish bilan o'zininki mush kasb bo'lgan o'ta qizg'in hissiyotlar bilan to'xtamay izchil tirishib, yangidan-yangi yaxshi ijodiy mehnat amgaklari bilan, yaxshi naqshlar bilan bizningki xalqningki qalb to'riga o'zininki Sami degan ismini yezib kelyapti. Qanmışındaq elimiz şu bayı özü dep ötkendek birinci nöbetlik İpek Yolu'da anam çıraylık degen naqşı bilen bence şu xalqninki şu İpek Yolu sadasida en ahırkı neticemi çokum mühim. O şunun için tirişimiz ama şu ceryan bek mühim mi deyim. Her bir ceryanda, her bir basqışta özümüzdeki köңlüdeki en yaxşı maharet talantlarımız bilen en yaxtırıp okuyduğun naqşlarımızı yuqori sifatda xalqninki huzurga sunishning o'zila eng yaxshi har bir bosqichga biz qadamlar. Mana bu Sami ashunda anam chiroyli degan naqsh bilan garchi shu bir qarada eng oxirgi bosqichgacha bormagan bilan anam chiroyli degan bir naqsh orqali o'zining ismini xalqning qalbiga yozdi. Shu jarayonda yana nurg'un naqshlarni bizga sunyapti, bir-biridan esil, bir-biridan yaxshi to'xtab qolmadi. Izchillik bor. Davom gruppasidagi ikki nafar yana shu enalarimizga bizdan nihoyatda sig'inib salomlar yetsin. Yaxshi. Endi bu Abdusamini biz har qatim sahnaga chiqqanda, so'rilib ko'rganda bak maqtayotimiz. Bu nihoyat xichil o'pmush, yerga qarab zodi bak ketib ketdi. Bugun maqtashni sal ozroq qilib turaylik. Abdusami sana rahmat. Rahmat ustoz. Endi men oxirida yana azroq bir ko'nglimdagi gaplarni qilib olsam, Ayshigul ma'lum meningki 5 yillik san'at maktabidagi ustozim, Abdulla akam jamiyatga chiqqandan keyin, idoralarga kirgandan keyin yana bizga yo'l boshchilik qilib kelgan ustozimiz. Mana Abdulla akam ham meningki ko'ngil to'yrimdagi ijodiyatlik ustozim. Mavlankam shu albatta. Mavlankam bilan biz jiq paranglashib qilib bulamsaqmi, lekin Mavlankam, Aygul ma'lum qatorliq ustozlarning hammasi bizningki mayli İpek Yolu Sadası programmasi qatnashsin yoki bo'lmasa İpek Yolu Sadası programmasi qatnashmay uyda televizor ko'rib yoki telefon ko'rib mush ustozlarning qalbiga mening ustozim deb ashpikkan barcha sizlarningki havaskoringlarningki ustozlari hammanglar
Şoňa şu barça ustazlarymyzdaki tinning salamat işlerinin tutuqluq boluşyny şu İpek Yolu Sadası programmasına qatnaşgan barça maýarlaryň meýli programmada nätijege erişsin yoki erişmesin. Şu özünün en yaxşı kıyafeti bilen yaxşı bolgan eserlerini şu ustazlarga keng körülmenlerge sonuçta için köňümde. Haydi yaxşı. Haydi yaxşı Abdusamining muşu gipidan ta'sir alsak boludu. Şu Abdusami şu qursiq berip birinci bolma demigen şu musobaqa jarayonida bir necha naqshlarni yaxshi aytgan. Naqshini yaxshi aytish eng muhim deb hisoblanadi o'quvchilar. Mende günah yok sende, tazı oynayman küzemde. Mende günah yok sende, tazı oynayman küzemde. Ekrandaki aziz görmənlər, təbiilik və saflıqna asas qılıb işlənən kozur məhsullatları hər millət iste'molchilar tərəfindən təbiətdən gələn sovğa deyə təriflənən Şinjan Payvideo Sodi çəkiliş şirkəti proqramımızın tajdarlığını aldı. Bu proqramımızı rayonumuz yeni taratqu sahasında uçqandək tərəqqi qılıb atqan məzmuni sarxil, elansız, süzük filmlər mücəssəmlənən İzdaş Abditali alayda tələb qılğan. Rayonumuz təvəssüdə təbii içimlik işləp çıxırı sahasındakı qolluq karxana Şinjan Yaşın Tibbi Doğrugerlik çəkiliş şirkəti proqramımız bilan strategilik həmkarlaşdı. Bu proqramımızda Beyjan Taşqın Xalqara Pay Kontrol Güroyu Taşqın yürüşlük sağlamlıq məhsullatları və tartuq yürüşlük kolaları alayda qolladı. Bu proqramımızga Sertan Algaç Passı qatarlıq patentlik ali məhsullatları bilan alqışqa erişkən Şinjan Yengnur Biopentexnika çəkiliş şirkəti yaqından yardım bergen. Rayonumuz yeni taratqu sahasında uçqandek tərəqqi qılıb atqan məzmuni sarxil, elansız, süzük filmlər mücəssəmlənən İzdaş Abditali mayırlarga omad tilaydi. Hürmetlik ustazlar, Anarxan degan naqshni anglaylar. 大家好，我叫米尔阿迪里格赫曼，来自于新疆喀什。Televizor ekran aldidagi ko'rman do'stlar, yaxshimisizlar? Mening ismim Muradil Rahman. O'zim bo'lsam Badam makani va 12 muqam yurti deb ta'riflanib kelayotgan Yakandan keldim. Bu qitimqi musobaqa qatnashishlik sababim bo'lsa, ustozlarning ham tomoshabinlarning baholovchilarningki naqshamni anglagandan keyin menga taklif fikrlarni berishini chin ko'ngildan umid qilgan asosda bu sahnaga keldim.
不能向重重高山，不能把我们爱情阻拦。来啦啦啦来，来啦啦啦来，来啦啦啦来，来啦啦啦来，来啦啦啦来，来啦啦啦来，来啦啦啦来，来来来来。 İlliq uyga isil bezak, oltin üzükki yoqut ko'zdek mos keladi. Aziz teningiz, bebaho umringiz, ko'rkam, orambaxish ham sizga xos qilib bezalgan uyingizda texmi qadr qimmatli bo'lsin. Hashamatlik, ozoda va yep-yangi muhitni Xinjiang Gogo Xungla bezakchilik qurilish shirkati sizga beg'ishlag'usi. Uy bezashda men Gogo Xunglani tanladim. Rozi bo'lganligim uchun sizga tavsiya qildim. Gogo Xungla. Men har tong saharni dilkar kiygan holda kutib olaman. Sizga, bizga, millionlarcha qizlar qaddiga shuncha yarashgan dilkar menga shunchalik yarashdi. Dilkarning har bir pasonida o'zgacha madaniyat, har bir nusxasida xos bir latofat bor. Kuylarim xalqimga yoqsa deyman. Xuddi dilkar menga yoqqandek, dilkarga al havaslanib boqqandek. Dilkar Özgüç tem, isil xuruç, tallanğan xam material. Mehminimiz üzülmedi, dasturxonga to'ldi barakat. Hamma to'ldi xushalliqqa, avamdin sizga rahmat. Tetit qo'la sarkisi bakchi, dasturxonning zinnati bakchi. Xinjiang Yaqin xalqaro savdo cheklek shirkatidan yangi sovg'at bakchi. Bazaga berip, tartıqni elep, saqlaqanni sundab, tizlikda qaytib, qani ishim mehmonlar desem, kola bulam şundak bulam, dep bulab haşa ko'chganda. Yig'izni açsanız da mukafat chiqadi. Tartiq kola. Sertan algıç pastasını bilemsiz. Sertan pastası Sayram Gölü'nün əvrişki elinğan Tianshan soğuk su algısıdan işlengen patent huquqiga ega. Men Mevlan Memtimin. Sertan algıç pastasını her birinlarga tavsiya qilaman. Sertan tishni chimitish uchundir. Her günü geç seher tang, qo'limizda bor Sertan. Sertan soğuk su algıç pastası. Mening bir orzuyum bor. Buvamam kunda menga hamroh bo'lib o'ynasa deyman. Qaranglar, sizlarga nima yeb keldik? Dilkan obeyji, Kuchingizni tozalashda huzur. Nima yeysiz shu huzur. Kunda bir tal yeysiz, uyquni yaxshilaydi. Zehningizni urg'itadi. Uchayni yaxshilaydi. Uyquni yaxshilaydi. Yoshlik jilvasi, barg'ancha yashirsiz. Dilkan Beijing. Taşkın demek vücudumga kuch-quvvat. Taşkın derdi sağlamlıqımga madad. Coşkunluk ve işet taşkından başlangısı. Taşkın Aksıl Talqanları. İzdash aptitaldagi filmlar ilonsiz, suzuk, yengilishsiz. Vakolatchi bo'lib taqitib kirim qila olasiz. İzdash tarjimoni davlat o'rtaq til yozig'i o'rganishdagi eng unumli detal. 400 mingdan ortiq so'zlik ombir saqlangan. Aqliy iqtidorlik. İzdash kirgizgich, qo'laylik va ko'p iqtidorlik. Tarjima iqtidori va cho'lponlarning chiroy ifodasi qo'shilgan. Qiyofatimning yiqimliq bo'lishi uchun ortiq tashamga hech ehtiyojim yo'q. Ammo pokizlik, xushbiroq va uning eltisi bo'lish uchun obrazga mos kelgudek salobat bo'lish kerak. Salobat davrga mos kelgan bo'lish kerak. Meningcha erlarga mos keladigini pavidio bo'lish kerak. Pavidio erlar yurishdiki. Pavidio. Yipek Yolu Sadası programmasının qabil yetekçisi, Xinjiang San'at Şöyenining o'qituvchisi Oygul G'ulam muallim naqshig'i shayda ovoz ilmidan sistemlik tarbiyalanishni istagan san'at suyar kursatlarga tarbiyalash kursi ochdi. Dars 12 ayning 1-kunidan boshlanadi. Qiziquvchilar vaqtni ching tutqaysizlar.
Sertan alga tish pastisi qatarlıq patentlik oliy mahsulotlar bilan olqishga erishgan Xinjiang Yangi Nur biopantexnika cheklek shirkati mayirlarga omad tilaydi. 这个少数民族歌手，直接用汉语演唱，我觉得他感情各个方面把握的还是挺到位，唱的也不错。少数民族歌唱家用国语唱歌，以前也提倡过，可是呢，大家还有一点不太习惯，有的时候感情、声音各方面还不太到位，我觉得有潜力。Ustozlar televizor ekran oldidagi ko'rmanlar hammanglar yaxshi turibsizlarmi? Mening ismim Muradil Rahman, o'zim bo'lsam, yakan deyim keldim. Hozir Xinjiang san'at yurti opera o'migining naqsha artisti. Rahmat. Sizlarning adamkan o. Bu vallahi yeni keldi bizning idoraga. Bu aytdi battur balika, men bir og'iz gap qilib qo'ymay, kapdi. Men gap qilib qo'ygan bo'lsam kerak kelmaydim demoqchi. Muradil, siz muzik ma'rifat o'qigan a? Siz qaysi yil bitdingiz? 2019 bitdi. Men sizningki ovozingizni bilmaylam, o'rilsam shu sizkensiz shu boshdan bu ovoz uzun muddat tarbiya ko'rgan ovoz. Shuningga men ishonch bilan o'rildim. Rahmat ustoz. Asli bu Anarxon kinosining maqsadi keyingi shu tez ritmda qo'shgan bo'lsa kerak a, yangi ishlar. Shu chog'dan tatib. Shu chog'dan bosib, azalda xalq naqshlari vaqtida bor edi. Shu film ishlangan chog'da bu shaklda bo'lgan. Film ishlanishdan burun bosh qismi shu Qashqar xalq naqshlari bor, 5-dagi asti qismi-chu. Keyin film ehtiyojida shu Qashqar xalq ahoni shu 5-dagi shu variantini asos qilib, uni azroq taraqqiy qilib rivojlantirib, keyingi tiz bo'limi qatilib shu filmda bu shaklda bo'lgan. To'g'ri. To'y ko'rinishi bor emasmi? Cho'ldagi. Shunda. Shu yerda usul o'ynaydigan bir yerlarda mush keyingi ahang ishlatilgan ekan. Shu xalq naqshlari Anarxon shu beshi shu oxirgi ishlangan. Mana bugun texnik isbotlandi. Agar meningki gruppamga kelsangiz kelasiz, kelmasangiz kelasiz. Bu naqshni go'zal, chiroyli aytdingiz. U bir anglashdilar, bir ovozingiz echilishdilar, shunda kasbiy tarbiya ko'rgan, kasbiy ilmiy ovoz darsi ilingan bir mahir ekanligingiz bilinib turdi. Siz mutaqabba kichik yoshkansiz, ammo yaxshi tarbiyalanibsiz, pek yaxshi aytdingiz. Rahmat ustoz. Yana birdan maqtsak qanda deysan. Rahmat. Unda o'z qolgan gapni biz seni o'rganish jarayonini ko'raylik. Keyingi sahnalarda texmo boshqa qirlaringni, boshqa taraflardagi aloyidliklaringni ko'rishni xohlaymiz. Rahmat. Naqshingiz to'liq qiyinligi bor, ovoz kengligiga talabi yuqori naqsha. Gerçi severliklerden xoli bo'lmasa-mu, Ayşugul ustozning sizni yetaklab mengishga ko'z yetdi. Ham sizni izlash gruppasidagi qabullar qatoriga tanladi. Sizni tabriklaymiz, Muradil Rahman. Muradil Rahmanninki ovozi menga shu bizning ataliq naqshchimiz Ro'zamut akani eslatdi. Olapmi Anarxon degan naqshini shu Ro'zamut akadaklim shunday yaxshi aytibdi. Chunki bu yerda fanfa masalasi va puroq masalasi va ovozni o'zi tutish, ovozlarni bir yo'liq silish, hissiyot masalasi va mushayatda Muradilmi amini tang yaxshi shunday o'zgishni tamkin ishongan holda shunday yaxshi aytmadi. Meni qoyil qilgan tarafi bu. Muradilga shu sababdan o'rildim va Muradilning izlash guruhiga kelganligini chin qalbimdan qarshi olaman. Men yaxshiroq bir tish tavsiya qilsam. Voy, ta'limlarda ishlaysan. Mana bu Yangi Nur shirkatininki Sertan Alga tish pastasi. Sen 2 navbatga meni ta'limga bir narsa ishlatadi. Sertan Alga tish pastasi qatorliq patentlik oliy mahsulotlar bilan olqishga erishgan Xinjiang Yangi Nur biopantexnika cheklek shirkati mayirlarga omad tilaydi. Yetelmedim atamga degan naqshni anglaydi. 大家好，我是阿里木江伊妈妈，来自喀什沙之县，专业是戏剧演员。
Yaxşımısızlar, ismim Alimcan İmam. Özüm 2018 yılı Şinjan Sanat Şöyyeni'ninki tiyatr fakülteti aktörlük kasbini bitirgen. Hem okuş bitirgenden tartib hazırgacha aktörlük kasbi bilan shug'ullanyapman. Benimki bu naqshga bo'lgan qiziqishim kichigimda bizning Yaykan Qo'shrab yezisida tog'liq rayon bo'lg'achqa kichik vaqtimda maktab kirguvchi bo'lganlikda shu buvamning uydagi shu qo'ylarni beqish jarayonida belimizga nondan birini tingib yayloqlarga chiqib ketdik. Shu jarayonda mendan cho'nglar qo'y beqish jarayonida naqshlarni etsam havas qilib shu orqali shu naqsh etishga bir qiziqib qolgan. Birinchi qitimliq Ipak yo'li sadosini o'tkazilganda men naq san'at sho'yanniki aktyorlik kasbiga qabul qilinib kelgan vaqtim edi. Birinchi qitimliq Ipak yo'li sadosida menda jur'at bo'lmag'achqa qatnash xiyoliga kelinmagan. Lekin izchil qatnash orzuyim bor edi. Lekin bu da shu Abdulla akamninki yetolmadim atamga degan naqshni anglagandan keyin bu istikim texnik kuchaydi. Şoňa muşu sahnaga chiqib muşu naqshini bir aytib olsam deydigan orzuyim bo'yicha bu yerga keldim. Tavan açtım menzilimde yitelmedim atamga Haman ili çeyleşte yitelmedim atamga Malametler kelküni izer güldek dilimni Dünya tipi Hecleşte yitelmedim atamga Malametler kelküni İzer güldek dilimni Dünya tipi hecleşte yitelmedim atamga Çaç akardı, geçtim ben onun kıran yeşiğe Şanu şavket söylette yitelmedim atamga Şanu şavket söylette yitelmedim atamga Dokuz bala unçide su içettim ikirdi İftiharda hürmette yitelmedim atamga Dokuz bala unçide su içettim ikirdi İftiharda hürmette yitelmedim atamga Gurbetçilik hemleri gelmeyen kaddini
Gurbetçilik gamları Gelmeyen kadını Bestiçiler heyvette Yetelmedim vatanға İzlerini izleymen Topa uçkan yollardı Ecir emgek mihnette Yetelmedim atanğa İzlerini izleymen Topa uçkan yollardı Ecir emgek mihnette Yetelmedim atamğa Ecir emgek mihnette Yetelmedim atamğa Yetelmedim atamğa Ne bo'ldi adash? Qo'lda jon yo'q, kechda uyqu yo'q, qanday qilishimni uqmadim adash. Quvvatlaydigan bir amal topsam bo'ldi. Qarasang, bunda bir ishchilik olib keldim. Ma bu badamning ishga, ma bu yong'oqning ishga, bu ishkilisi yashin, quvvat ichimliklarga. Mushni bir ichib ko'rib boqamsan? Rayonimiz tavasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi g'olliq korxona Xinjiang Yashin tibbiy dorigarlik chekli shirkati mayirlarga omad tilaydi.他这个热情还是很有，应该鼓励啊，应该鼓励。唱的虽然不是太理想，但是我觉得他能够有勇气参与这个节目，应该鼓励。Yaxşımızlar, hürmetli ustazlar, ekran aldığındaki uruk tuqqanlar hamda ko'rmanlar, hammanglarning mush vaqti xayrli bo'lsin. Men 2018 yili Xinjiang San'at Sho'yanining aktyorlik kasbini bitirib, hozirmi Urumchida shu aktyorlik kasbi bilan shug'ullanyapman. Ish o'rnim deydi olimjon. Ish o'rnim hozircha 4-5 balli bor. Seyyarı özümüz başqa bir özümüz kasb jihatdan bo'lsin, mayli boshqa jihatdan bo'lsin, ishlarimizni tugitib, programma yoki bu nasl bo'lib qolsa itot o'ynaydigan o'zimizning hamda seyyarı balli bo'lgandan keyin hozircha angima og'izmay seyyarı itot grupsi deb 4-5 kishilik kichik guruhimiz bor. Lozim bo'lsa davomli bor deyna. Vanqiylar taklif qilyapti-da. Hozircha anga og'izmidiq, lekin bir yerda ishlayapmiz demakchi. Shuning bilan sen o'zing Yanyan Olimjon deb ism qo'ydingmi? Ma'qul Olimjon. Yaxshi aytib berding, yaxshi aytishga tirishding hech bo'lmaganda. Bu aktyorlikda o'qigan bo'lsang, ovozda ancha-muncha ta'lim og'ini bo'ladi bizning kasbda. Uningmi yaxshi chiqyapti odatiy gap qilgan vaqtida. Bak jiddiylashdingmi bugun? Mening mikrofonda naqsh etishim tunji qitim bo'lgan ekan. O'zimning toza anqiramay qolyaptim ovozimning. Zodi mening ovozimmi yoki deb anqiramay turib qoldim. To'g'ri. Buni ham deb shunda qatnashmasan uqmaysan-ku. Mishni qatnashi bir qatim andaq bir qatim bunda bo'lib yurib, bunda yedimi naqsh etishni bilib qolgan narsa. Jiq balla ajab o'xshamaydi. Bu shov bo'lsanda o'qib qoldi, bunda o'qib qoldi deydi. Alqi jiqroq chanqalarda, diba jobalar naqsh etganlar bo'shib qoldi deydi buni. Ya'ni ba'zilar ovozim chinchi ketdi deb qo'rqib ketadi. Shunaqa kunimizda shu tajriba qilamiz shunday qatnashib. Afsus. Seniki bir necha yillarda mikrofonni bunda tutib elishing, rost sening deganingni isbotlayotdi. Mikrofonni tutib turib ko'pchilikka naqsh aytib berib baqmaganman dedim. Buni tajriba qilish kerak. Bunda tutib olsang ovozing anglanmaydi, endi oshsa vaqirab ketadi. Tas bir yerda vaqirdi. Men mesela onu qo'yib deb vaqirab ketay deb qoldim. Ashtaq. Mayli Olimjon. Bugun afsuslanarli ish bo'ldi. Ma'lumlar sen uchun o'rindiq aylantiramadi. Sababini sen o'zingmi yakunligin. Biz bu yerda birdan menda bo'lib qoldi deb sening bir eypingni ochadigan haqna bola vaqis emas biz. Bunda ko'rib qolma bizni. Yaxshi etding. Hissiyotning joyida, biroq andaq ovozlarda muqimsizlik bo'lib ketib
biz sen bilen birlikte bir meydanda durup bir aram bulduk. Keler kıtımda yana muhtarak tayarlık kılıp kileyli alımca. Buldu. Biz aktör haklar boş emez. Жүрек sözlerin boş söz degen hamdi. Emdi Yipek Yolu Sadasıga programmasıga hesapta 3. karardan başlap men katnış bir istik tuğulgan. Amma yanla aktörlük toqan kim boldu kasbimni qilaycha dep taz cüret qılanmagan. Lekin Abdullah birim ustazimizniki şu yetelmedim atamga degan naqsini anlagandan keyin kechiring. Mayli. Özümning kichik vaqtimda dadamga o'tkazib qo'ygan. Dadamga o'tkazib qo'ygan bir xatoliqlarimni mush sahnada bir naqsham orqali, hissiyotim orqali, garchi men tanlamasam hech qisi yo'q. Men orzuyimga yetdim. Qatnashib oldim. Mushada Mayli, o'zing tutib. Men hozir to'g'ri tushunib turibdimmi? Hozir bu inimiz shu otsig'i bo'lgan bir savalligini shu sahnada apu so'rabdi, bir naqsh orqali apu so'rabdi. Menimcha unda bo'lgan maqsad mush bo'lgan bo'lsa, bu maqsadga to'liq yetdingiz. Menimcha cho'nglar, uydagilar ko'rib buni cho'qim sizni kechirdi. Asli ustozlarni o'rgangan bo'lsam, men bu qo'shildim. Uyimdagilarni shunday qo'shilgan bo'lishi mumkin-di. Lekin afsus, men arzuyimga yetgan bilan endi o'qituvchilarni o'rish andaq bir qobiliyat sal oz kelib qoldi. Hop. Nima degan yaxshi, nima degan ta'sirlik. Biz ma o'z navbatida ukam. Endi g'ayratga g'ayrat qo'shab yana sen. Davomli shu o'z kasbingda aktyorlikda natija qozonish bilan o'zing amroq kasb bo'lgandan naqshingmi ko'ngil bo'lib vaqt chiqarib mashq qilib qo'ygan ko'proq deb bo'ldi. Yaxshi natijalaringni saqlaymiz. Har qaysi sahnada seni ko'rishni xohlaymiz. Sahnimizda tanlashma, shallashma bo'ladi. Bugungi talon olmaslik san'at yo'lida to'xtab qilishni ko'rsatmaydi. Sizning sahnimizdan qaytgandan keyin texnik tirishib, o'z natijangiz bilan qalbimizni moyil qila olishingizga ishonamiz. Özgüç tem, isil xuruç, tallanğan xam material. Mehminimiz üzülmedi, dasturxonga to'ldi barakat. Hamma to'ldi xushalliqqa, avamdan sizga rahmat. Tetit qo'la sarkisi bakchi, dasturxonning zinnati bakchi. Xinjiang Yaqin xalqaro savdo cheklik shirkatidan yangi sovg'at bakchi. İlliq uyga isil bezak, oltin uzukka yoqut ko'zdek mos keladi. Aziz teningiz, bebaho umringiz, ko'rkam, oram baxish ham sizga xos qilib bezalgan uyingizda texmi qadr qimmatli bo'lsin. Hashamatlik, ozoda va yep-yangi muhitni Xinjiang Gogo Xungla bezakchilik qurilish shirkati sizga beg'ishlag'usi. Uy bezashda men Gogo Xunglani tanladim. Rozi bo'lganligim uchun sizga tavsiya qildim. Gogo Xungla. Men har tong saharni dilkar kiygan holda kutib olaman. Sizga, bizga, millionlarcha qizlar qaddiga shuncha yarashgan dilkar menga shunchalik yarashdi. Dilkarning har bir pasonida o'zgacha madaniyat, har bir nusxasida xos bir latofat bor. Kuylarim xalqimga yoqsa deyman. Xuddi dilkar menga yoqqandek. Dilkarga al havaslanib boqqandek. Dilkar. Sertan algıç pastasını bilemsiz. Sertan tish pastasi Sayram ko'lidan avrishga elingan Tianshan sovuq suv algisidan ishlangan patent huquqiga ega. Men Mevlan Memtimin. Sertan algıç pastasını her biringlarga tavsiya qilaman. Sertan tishni chimitish uchundir. Her günü kech sahar tong qo'limizda bor Sertan. Sertan sovuq suv algıç pastasi. Taşkın demek vücudumga kuch quvvat. Taşkın derdi sağlamlıqımga madad. Coşqunluq va ishonch Toshqindan boshlang'usi. Toshqin oqsil talqonlari. Bazaga berib, tortiqni elib, saqlaqanmisin deb tezlikda qaytib, qani ishim mehmonlar desam, qo'la bulam shundaq bo'lar. Deb bo'lib hasha qo'chganda
Ağzını açsanız da mükafat çıkıdı. Tartık kola. Acayip. Pakiz duygu. Pakiz söydüğü intizarı. Tabiat bana pakiz hissiyat ata kılıdı. Su ba joyda pakizlik ba. Tabiatdan kelgan yaşın mineral suyu. İzdaş aptitaldagi filmlar ilansız, süzük, yengilishsiz. Vakolatchi bo'lib taqitib kirim qila olasiz. İzdash tarjimoni davlat o'rtaq til yoziqi o'rganishdagi eng unumli detal. 400 mingdan ortiq so'zlik ombir hisoblangan. Aqliy iqtidorlik. İzdash kirgizgich, qulaylik va ko'p iqtidorlik. Tarjima iqtidori va cho'lponlarning chiroy ifodasi qo'shilgan. Bugün kimning taomi o'xshidi? Bir sinab ko'ray. Albatta mening o'xshaydi. Nima? Cho'qim mening. Hammasining ajab o'xshab ketibdi. Buningda cho'qim bir gap bor. Qaydo. Vah! Qaydo yurish tetitqusi bo'lsa, kimning tamoqqa o'xshamasa, kimni ahmoq qilasizlar? Qaydo tetitqusi bo'lsalar, taomlar alomat o'xshaydi. Qaydo yurishlik tetitqullari. Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi, tashqin yurishlik sog'lomlik mahsulotlari va tartuq yurishlik kolalari mayirlarimizga omad tilaydi. Bizning birinchi darajalik mukofotga erishgan mayirimizni Xinjiang Pay Video Sodi cheklik sherikti 120 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartuqlaydi. İkinci derecelik mukofotga erishgan mayirni Xinjiang Belikyari elektron fan texnika sherikti izdash aptitali 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartuqlaydi. Üçüncü derecelik mukofotga erishgan mayirimiz bo'lsa Xinjiang Yashing tibbiy dorigarlik cheklik sherikti 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartuqlaydi. 4. derecelik mukofotga erishgan mayirimizni Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartuqlaydi. Albatta 5. bo'lgan mahirimizga mukofot buyurimiz bor. U bo'lsa 5. derecelik mukofotga erishgan mahirimizni Xinjiang Yingnur biofan texnika cheklik sherikti 10 ming yuan qiymatidagi oltin mikrofon bilan tartuqlaydi. Bizning bu mukofot buyurlarimizga erishmo hargiz oson emas. Shunlashqa mahirlarimizning mana shu katta imtiyozlarimizga erish uchun davomli tirishchilik ko'rsatishini, o'zining eng yaxshi holatini bu sahnada namoyon qilishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. 斗牛士之歌，对不？大家好，我叫莫尔扎赫买提亚尔买买提，来自美丽的新疆伊犁。我19年毕业于天津音乐学院声乐系。这次来丝绸之路之声的目的是知道自己在声乐方面的不足，提升自我，然后为未来自己的声乐音乐之路上奠定基础。Tout un coup, on fait
fessilongzai, a casa passati. Plite triseso, le sono se oso pariso, voltorir, issero il tra il frappa, un salvarrule o trando piccado. Abradoro, il lavole, le solo se uno, sol avrà pincoro, apastro, exeritata, je spouse, jusqu'à se la firar, carrasa la fata di turar, salva la jonda cor, allô, bacarde, allô, Torri adorongarte, torri ador. Il songe bien, il songe combattant, que nel noir des regards, digui l'amour t'adore, torri ador, l'amour. Aşna ızışıl болып келіп ма жипек yolda. Aşağı men aldırap peskü düşmeyme ama peskü düşkendigiler bu mayırı çokum menin gruppan keledi. Ya bulmasa peskü ya bulmasa yeşil çırğı var yakıdı. Belkim bu mahir bilen yeşil çırak çıketmeyimiz. İşencanlar var gende. Bu işenç ne mi dese sene şu yandan emesken emez mi? İntamda korkmaydı ma işki malum intamda numarını tuan koydu. Ya ki elak bir kömül qarz yok da ma işki malumda xil balık kıl. Bu Avrupa opera uslubu da bu enim Tianjin İngiliz şöyle bitirip de. Okuş bitti mi? Okuş 19. yıl bitken. Bitip olgan mı? Ha, unda olgan bolsa, hem biz muş ügengenlerimizden işiltadigan basqışken go bu, ha? To'g'ri. Ha, menche naytı yaxshi ügünüptü. Yaxshi natija bilan okuş bitiripti. Tianjin'de ap qalmoqchi bo'lib, o'zi yenib kelgan bu. Açtaqma? Yurtni deb qaytgan mushu enimiz uchun
biz mushundaq naqshlarni yozamiz bu inimga. Biz mushu guruhida har bir bosqichda yaxshi qadamlarimiz bilan har bir bosqichda o'zimizning eng yaxshi ifodamiz bilan tomoshabinlar qalbiga ismingizni yozamiz. Oxirgi natija cho'qim bu intayin muhim. Ammo uningdan muhimi har bir bosqichdagi bizning sahnada turib aytgan naqshimiz bilan har bir shu xalqni qoyil qilish, qalbiga birdan ismimizni yozib qo'yish. Uningdan keyin qolsa desa, endi mavo yipak yo'li tugaydi. Tukkandan keyin bizning yana ömürlük. Bundan keyingi hayat bosqichlarimizda siz biz o'tirimizdagi hamkorlik munosabatlar uzilmaydi. Siz mana bugun o'quvchilar kirdingiz. Siz uchun kichik operalarni yozsam bo'ladi. Rahmat. Ammo u alqa quruq gap emas. Sizni mushu talant, mushu ovoz sharoiti bor ekan, biz siz uchun mushundaq bir asarlarni yozib yaxshi rolingizni joriy qildirish uchun bu xizmatlarni cho'qim qilamiz. Shunga boshqa ikkilanish bo'lmasin. Tanlash mening gruppamda bo'lsin. Carmen operasi Fransiyaniki kompozitor Bizetning Carmen bir ayol kishining ismi aygulmalimi? Chunki bizga g'arb musiqa tarixini o'tida emasmi? Shuningdan qolgan mush asar shuning ichidagi erlar o'tir ovozini sinaydigan qaltis asar bu. Sizdek buni voqea yetkazib angladim. Mening sizga bo'lgan hayajonim bek cheksiz. Mening o'quvchimga yuksak baho berganingizga ko'p tashakkur. Men kelsangiz jon deyman. Men sahnaga kelishdagi maqsadingiz nima? Siz qanday orzular bilan istaklar bilan keldingiz? Sahnaga kelish orzuyim hamda mening shu hamda mush go'zal ovoznimi ham milliy naqshlarga ammo naqshlarni qorishtirib jam qilib hamda xalqni oldiga tonilsam degan umidlarda Mavla akam bilan billa keldim. Nahmini menga tushdi ekansiz. Endi hozir siz masalan xilijlar o'qitib o'qish bitirib ketganga. Bu kasb qanday narsa desangiz, xuddi ilqi bizning zagachilik yoki to'mirni shu quyug'anga o'xshash hunar san'at kasbi degan bu shu avlodma-avlod ilqi hunar bo'lib necha yillar 10-20 yil 30 yil hatto bir umr qilibmi tugamaydigan narsa-ku. Siz hozir o'qish bitagan xil uzoq bo'libdi ukam. Yana siz o'rganadigan narsalar bekchiq. Yana o'zimizni tayyorlab qilib turishimiz kerak, to'xtamaychi. Mayli fan fajiatdan bo'lsa, hamma jihatdan to'xtamay ilgirlab turishimiz kerak. Mening guruhim kelsangiz, naq siz o'qish bitirib ketgandan ta hozirgacha bo'lgan nurg'un yo'qitib o'tgan narsani qayta asli keltira olasiz. Ham yana taraqqi qilib olaymiz. Xalq naqshlari desangizmi, amibab uslub desangizmi, mushu Yevropa uslub desangizmi, hammani jug'urib siz hozir degandek maqsadingizga orzuyingizga yetadigan ish bor mening guruhim kelsangiz. Sizni qizg'in qarshi olmayapman. Sen shahar ko'rgan, madaniyat ko'rgan, ilg'or ideyalar bilan, ilg'or san'at bilan uchrashgan, shundaq balo deb o'ylayman men seni. Ondan kallamni uchuq meningcha, ha? Ammo men mo'qra ijodiyat qilma. Yana kelib ijodiyat qilish uslubim xilli kangri qira. Eng yerlik xalq nashlarining uslublaridan tortib, opera muzikalargacha men sinab baqqancho. Men yaxshi qila olgan. Men yaxshi qila olmayman. Ondan necha yosh kirdi? 25. Aynan, qara. Biz yosh farqimiz eng kichik qara. Demak, nurg'un jihatlarda biz balkim ba'zi o'rtaqliklarni topa olishimiz mumkin. Muzikaga bo'lgan qiziqish yoki bo'lmasa nurg'un aloqalarda biz o'rtaq fikrlarni topa olishimiz mumkin. Bu orqali biz o'rtaq izlanishga erisha olamiz-ku. Biz keyingi sining shu san'at hayoting uchun balkim o'rtaq o'rganib, o'rtaq izlanib bir nurg'un yaxshi ishlarni biz qila olishimiz mumkin. Chunki men shundaq yangichiroq ish qilishni bak yaxshi ko'raman odam. Shunda bo'lganda men darhol mening yanimga qaytib kelishingni men umid qilaman. Hamma gaplar bir qatimda deb o'tildi. Siz mencha o'rganadiganni o'rganib bo'libsiz. Ishlatadigan bosqich kelibsiz. Mana endi menga uchirdingiz, bu ishlar bir-birlar bal bo'ladi. Ertadan boshlab birlikda planlarimiz bo'yicha ish boshlab ketamiz. Endi ba'zi vaqtlarni nurg'un naqshlarni men yozib tizimlab bo'ldim. Mandaq naqshlarning isi bo'ldiki ovoziga tushdi ekan deb. Qara, u naqshlarni boshqalar aytib qo'ygan naqshlar qayd etishning hojati yo'q. Men yozayotgan naqshlar. Ondan so'ng ba'zi va'dalar sal cho'ngib ketgan va'dalarga hamda yo'q, Mavlon,
Mavu çoğun verdi emas, ras afslandı mavkamdaki mavkalan. Ras aka. Ras afslandı. Meyli Mevlam bolsun, meyli Qasımız olsun, muş balına yolunu bir açılı. To'g'ri. Bu bir talant egisi ekan, yaxshi o'rganib ketdim. Nimadan 2 yil biz buni bayqamaymiz. Bizning rayonimiz emas, xili jiq yerlarda kam topiladigan bir ovoz alayligida hammamiz e'tirof qildik. Tizimlab Aygul Ma'lumnoma yaxshi ko'ngilga rahmat. Tizimlashni bu tizimlik menda bor, o tizimliklarni hammasi tizimlamasaqmi? Men tizimlikda yo'q naqshlarni yozib beraman. Hey, biz cho'q qara ikkimiz tizimlaymiz. Birga tizimlaymiz qara. Unda bu akam de. Mabidunda bir ustoz de. Faqat Muras işi urutqanı jidal sağanda bir iş kerak. Mevlanni qanday matotma akam dekesin demem degandim amalla. Yo'q, unimi dedim qo'y aka, menda necha bala ketib qoldi. Endi mana siz aytib. Men endi bir niqib baqay, samimiyatimni bildirib baqay. To'g'ri. Agar ta'sirlanib qolsa, men kaza endi xo'sh bo'laman. Men alqi quruq po atmayman. Qilolmaydigan ishni demayman. Ammo og'zimdan aldirab bir gap chiqarmayman, chiqargan gapga mas'ul bo'laman. Gaptigida. Men asta o'rnimda o'tirmay qolgan tanlash o'zingizdan. Rahmat ustozlar. Sizlarni maningdan ortiq gap qilib selaversam, Mirzahmat Yarmamat shundoq yaxshi bir sana yaxshi baholar bo'lyotdi. Mushu bizning qarindoshlarimiz naqsha muzikaga heves qilayotgan, o'rganishni xohlayotgan butun o'quvchilar va ularning ota-onalari, jamiyat nayt bek e'tirof qilayotgan, hurmat bildirayotgan ma'lumlar bugun sana izzat bildiryotdi. Ko'rdingmi mana ishni? Sening ota-onang nayt yaxshi oliy tilaklar yo'lga solgan bola ekan. Ta'laylik bola ekansan. Qanday bo'lsang-da, mana bir fursat yaxshi bo'libdi sana. Endi men sizlarning do'koninglarni bo'lmasa vaqt jiq ketdi ekan. Bular maqsadni uqding-a? Hamma ma'lum. Mening yenimga kelgin bilam deyotdi. Shunga hurmatli Mirzahmat Yarmamat, sen qolgan gaplarni keyin deyishimiz. Sen endi keskinlik bilan, mushu ustozlarning birsini tanlaydigan yakunni chiqargin. Sening eng oxirgi tanlashing Sizce bu mahirimiz qaysi ustozni tanlaydi? Qiziqsınız, diqqatingiz kelar haftadagi Havideo Ipek Guli Sadasi programmamizda bo'lsin. Hoş avazlar seynası, ipek yolu sadası, ipek yolu sadası, sevginin yok çiğrası. Hoş avazlar seynası, ipek yolu sadası. İpek yolu sadası, sevginin yok çiğrası. Hoş avazlar seynası, ipek yolu sadası, ipek yolu sadası, sevginim yok sigrası. Hoş avazlar seynası, ipek yolu sadası. Karvan varisi aman yeter bileke. İpek yolu sadası, sevginin yok çiğrası. Hoş avazlar seynası, ipek yolu sadası, ipek yolu sadası, sevginin yok çiğrası. Hoş avazlar seynası, ipek yolu sadası.